Yaqin guruh rahbariyatining tabriknomasini xodimlar o'qib berishadi. Hurmatli hamkasblar, aziz Yaqin guruh jamoasi. Sizlarni kirib kelgan 2026-yil bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ortda qolgan yil Yaqin guruh uchun barqaror taraqqiyot, yuksak marralar va muhim yutuqlar yili bo'ldi. Sizlarning fidokorona mehnatingiz, kasbiy mas'uliyatingiz va kompaniya kelajagiga bo'lgan sadoqatingiz tufayli Yaqin guruh bugun Farg'ona vodiysida va butun yurtimizda eng ishonchli va nufuzli qurilish kompaniyalaridan biriga aylandi. Bugun Yaqin guruh bu shunchaki qurilish emas. Bu ishonch, sifat, zamonaviylik va insonlar farovonligi demakdir. Barpo etilgan har bir turar joy majmuasi, har bir topshirilgan loyiha xalqimizning ertangi kuniga qo'shilgan munosib hissadir. Biz kelajakni bunyod etmoqdamiz. Biz mustahkam poydevor ustiga nafaqat binolar, balki minglab odamlarning orzu-umidlarini, tinch va farovon hayotini qurmoqdamiz. Yangi 2026-yilda oldimizga yanada ulkan rejalar, mas'uliyatli vazifalar va yuksak maqsadlar turibdi. Ishonchimiz komilki, Gips jamoa kuchli intizom va yagona maqsad yo'lida birlashgan holda biz bu marralarni ham albatta zabt etamiz. har biringizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt, tinchlik, xotirjamlik va yangi yilda ulkan zafarlar tilaymiz. Mehnatingiz doimo qadrlansin, fidoyiligingiz yurtimizga ravnaqi bilan munosib taqdirlansin. Yangi yil barchamizga baraka, taraqqiyot va yangi imkoniyatlarni olib kelsin. Hurmat bilan Yaqin guruh rahbariyati. Yaqin guruh bilan yaqin bo'ling. Yaqin guruh.